Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar aka-uka, opa-singillar, tuzingmisizlar? Nima deb chiqsam endi bu video tegishli insonlar gap egasini topadi. Nima deb chiqsam, hozir shuncha odam ko'ryapti, birov like bosmayapti. Like bossalaringiz o'sha odamgacha yetib boradigan darajada bo'ladi-da videolar. Xudo xolasa, endi maqsad ko'pchilikda dardida o'sha nima deydi, qo'pol bo'lsa ham harom hurlar ko'rsin, shu yordam qilaveringlar. Endi profilga o'tib shunday like bosib qo'ysalaringiz vaqtingiz ham ketmaydi, o'zi ekranga 2 marta turib qo'ysangiz bo'ldi shekilli. Shunaqa uyga bormasdan kecha kunduz ishlayapmiz. Shunaqa kulgili jarimalar kelib qolyapti, ko'rsangiz kulasizda uni. Xavfsizlik emas, prosta pul. Biz oilamiz, bola chaqamiz kelajagi uchun ishlaylik. Sizlar o'zlaringiz bola chaqalaringiz uchun ishlanglar, o'zlaringiz ham. Hada paytda oddiy insonlarda boshqa ish qil deyishlaringiz mumkin. Bu ish ham kerak-da odamlarga. Juda zarur insonlar chiqib qoladi ba'zida. Shularni og'irini yengil qilamiz. Bu ish ham kerak. Biz o'qiganmiz, oliy ma'lumotlarimiz. Iloji yo'q, oylik past, shu ishda ishlaymiz akalar. Shuni ko'rishsin ular. Hech bo'lmasa 10+ qilishsa tezlikda. Tez yuradigan odam baribir tez yuraveradi, uni puli ko'p bo'ladi. Xohlagandaqa shaharda xohlagandaqa qilib yuribdi. Ular yuraveradi. Biz 10+ qilib qo'ysalaringiz ham 60 yuramiz. Hozir minus olyaptimi radar bilmayman, tushundingmi? Har xil burilish mumkin bo'lgan joylardan ham qizilga urib qo'yaveradi. Uni nosoz radarlar olib tashlaylar. Kim qo'yyapti o'zi buni? Tadbirkor deyapti. Qanaqa tadbirkor u? Qanaqa yediryapti pulni shuncha odamni qarg'ashiga qolib? Hayronman-da. Iltimos akalar shuni tarqatishga yordam beringlar.